Hammaga assalomu alaykum. Tabiatni akvariumdan farqi va imkoniyat darajasida asrorda qilayotgan xatolarni hozir tushuntirib beraman. Tabiatda nitrat soni har doim bir tekis bo'ladi. Почти 0 ga yaqin. Asrorning akvariumlarida bir oyda, ya'ni bir marta 50% podmena bo'layotganda mana shu holatga kelib qoladi. Hozir diagramma chizamiz. Ko'tariladi, bir oydan keyin 50% podmena qilinadi, yana ko'tariladi, yana 50% podmena qilinadi. Bu yerda diagrammada mana ko'rinishda bo'ladi. Mana bu nuqta qora nuqta 0 bo'ladigan bo'lsa, asrorda balkim 50 bo'lishi mumkindir, balkim 100 bo'lishi mumkindir. Vallohu alam. Qanaqa ovqat berayotganlarga balkim 100 ga borishi, 80 ga chiqishi mumkindir. O'sha payt keskin podmena qilgan vaqtida 50 dan mana bu 25 ga tushiryaptilar. Misol uchun. 25 ga tushiryaptilar-da, yana uni 50 ga olib chiqyaptilar. 50 o'zi juda ham noto'g'ri tushuncha, ya'ni u har doim 10 atrofida bo'lishi kerak. Mana shu yerda bo'lishi kerak taxminan. Qora nuqta qo'ygan joyimda bo'lishi kerak taxminan mana shu chiziqda. Lekin bular sekin astalik bilan ko'tarilganlari uchun baliq ko'nikib turadi bu narsaga, bu holatga. Lekin keskin o'zgarish bo'lgan vaqtida, misol uchun, o'zgarib ketadi mana shu. Uzr, ozgina noto'g'ri chizib qo'yman, balkim pastroqda bo'lishi mumkindir. Taxminan chizdim. Tushunarli bo'lishi uchun. Bu holatda baliqda stress paydo bo'ladi. Ya'ni yaxshi holatdan yomon holatga o'tish, keskin o'zgarish yoki yomon holatdan yaxshi holatga keskin o'zgarish baliqda stressni paydo qiladi. Bizda ham och qoringa ko'p ovqat yeb qo'ysak, bizda ham xursandligimizdan tomimiz ketib qolsa kerak yoki kambag'al odamga bittada bir qop pul bersak, mazasi qochib qolsa kerak. Keskin o'zgarishda baribir stress bo'ladi. Men aytayotgan yo'nalishimiz yashil chiziq deb olamiz. Har hafta 30% podmena qilish bu mana shu o'sib kelayotgan nitratni har doim bitta tempda ushlashga olib keladi. Ya'ni pastga tushiladi, yana tepaga, pastga, tepaga, mana shu bir mobaynda olib ketish. Bu holatda baliqda stress, ya'ni uncha kuchli bo'lmaydi. Suvdagi, ya'ni nitratning soni kamaytirib turgan hisobiga hozir men sizlarga yana bitta chiziq chizishga harakat qilaman. Men telefonda ham unaqa yaxshi chizish qobiliyatim yo'q. Mana shu ko'k chiziq bo'ladi. 0 dan 10 ga chiqadi, 5 ga tushadi yoki 50%, 30% ga kamayib podmena qilaveriladi. Ya'ni bir hafta davomida 50% dorimmi? Uzr, 50% askar qilyaptilar. Ya'ni 30% qilinganda 10 dan 3 ga ayriladi. Bu qanaqa bo'ladi? 10 edi minus 3 barobar 7. Keyingi haftagacha 7 kun davomida yana bu 10 ga keladi. Yana podmena qilinadi 30%, yana 7 ga tushadi. Shu narsa bu podmenani chistotasi, peripadlarni oldini oladi. Peripadni oldini olganda baliq stressga tushmaydi.